Assalomu alaykum. Bu yana Xalq so'zi va Narodniy Slova gazetalarining jahon kundalik dasturi. NATO sammitida Kiyev uchun juda muhim mavzu muhokama qilinmagan deb yozmoqda Buyuk Britaniyaning The Times gazetasi. Eng afsuslanarlisi, sammitda Ukrainaga harbiy yordamni davom ettirishning shoshilinch zarurati muhokama qilinmagan deyiladi nashr maqolasida. Bundan tashqari maqolada qayd etilishicha, AQSh prezidenti Donald Tramp haligacha Rossiyaga bosimni kuchaytirishga tayyorgarlik alomatlarini ko'rsatmayapti. 24-25 iyun kunlari Gagada Donald Tramp AQSh prezidenti etib saylangandan keyin birinchi marta NATO sammiti bo'lib o'tdi. Bungacha AQSh yetakchisi Yevropa alyansining mudofaa qobiliyatiga qo'shgan hissasi pastligi uchun bir necha bor tanqid qilgandi va barcha a'zo davlatlardan mudofaa xarajatlarini oshirishni talab qilgan. Sammit yakunida a'zo davlatlar 2035-yilga borib har yili o'z yalpi ichki mahsulotining 5% mudofaaga yo'naltirish bo'yicha shartli majburiyat oldi. Ta'kidlanishicha, Ispaniyaning pozitsiyasiga qaramay bu nuqta yakuniy bayonotga kiritildi. Sammit oldidan ham Ispaniya bosh vaziri Pedro Sanchez NATO bosh kotibi Mark Rutte'ga yo'llagan rasmiy maktubida Madrid bunday qadamni qo'llab-quvvatlamasligini, ammo 2032-yil haqida gapirib, yanada moslashuv uchun formulani kiritishni talab qilgan edi. So'nggi bir oy ichida Isroil mudofaa kuchlari qo'mondonlari gumanitar yordam tarqatish punktlarida xavf tug'dirmaydigan G'azo aholisiga qarata o't ochishga buyruq bergan. Bu haqda Haaretz gazetasi isroillik harbiylarga tayanib xabar tarqatgan. Seshanba kuni BMT Inson huquqlari bo'yicha Oliy komissarligining Inson huquqlari bo'yicha boshqarmasi matbuot kotibi Tamin Al-Kitanining aytishicha, 27-mayda AQSh va Isroil hukumati tomonidan G'azo gumanitar jamg'armasi tashkil etilgandan beri Isroil kuchlari tarqatish punktlaridan oziq-ovqat yig'ish uchun kelgan 410 dan ortiq falastinlikni o'ldirgan. G'azodagi isroillik askarlarning nashrga aytishicha, so'nggi bir oy ichida armiya yordam tarqatiladigan maydonlar yaqinida falastinliklarga ataylab o't ochgan. Zobitlar va askarlar bilan suhbatda ma'lum bo'ldiki, qo'mondonlar olomonni haydab chiqarish yoki tarqatish uchun qo'shinlarga o'qqa tutishni buyurgan. Garchi bu tahdid emasligi aniq bo'lsa ham, deyiladi gazeta xabarida. Askarlardan birining aytishicha, Isroil mudofaa kuchlarida axloq qoidalari butunlay buzilgan. Gazetaning yozishicha, bosh harbiy prokuror vakolatli organga yordam tarqatish punktlarida harbiy jinoyatlar sodir etishda gumon qilinayotgan holatlar yuzasidan tekshiruv o'tkazilishini topshirgan. Isroil G'azoga gumanitar yuklar yetkazib berish uchun mas'ul bo'lgan Birlashgan Millatlar Tashkilotining Yaqin Sharqdagi falastinlik qochqinlarga yordam va ishlar agentligi bilan hamkorlik qilishdan bosh tortdi va AQShning G'azo gumanitar jamg'armasi bilan birgalikda Hamas harakatidan tozalangan hududlarda tarqatish punktlarini ochdi. Jamg'armaning ta'kidlashicha, tarqatishlar muntazam ravishda Isroil harbiylarining falastinliklarga qarata o't ochishi bilan o'tmoqda. So'nggi 24 soat ichida Isroilning G'azo hududi bo'ylab uyushtirgan hujumlari oqibatida kamida 72 kishi halok bo'ldi deb xabar bermoqda Al Jazeera nashri. Unda aytilishicha, oxirgi bir kun ichida o'ldirilgan 72 nafar falastinliklar orasida insonparvarlik yordami tarqatish markaziga borgan mahalliy aholi vakillari ham bo'lgan. G'azo hukumati bergan ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi 4 hafta ichida kamida 549 nafar falastinlik gumanitar yordam markazlariga borgan vaqtda Isroil kuchlari tomonidan o'qqa tutilgan va qurbon bo'lgan. 4066 nafar falastinlik esa turli darajadagi tan jarohatlari olib shifoxonalarga yotqizilgan. AQSh prezidenti Donald Tramp Washington Eronning taslim bo'lishini xohlaydi, ammo bu hech qachon amalga oshmaydi. Bu fikrlarni Eron Islom Respublikasi oliy rahnamosi Ali Xomanay AQSh yetakchisining ultimatumiga javoban aytdi. AQSh prezidenti o'z bayonotlaridan birida Eron taslim bo'lishi kerakligini aytgan. Gap endi yadro dasturi haqida emas edi. Bu odam haqiqatni ochib berdi va AQSh faqat Eronning taslim bo'lishi bilan qanoatlanishini, boshqa hech narsa yo'qligini ochiq aytdi. Bu muhim jihat. Eron xalqi bilishi kerakki, bu bizning xalqimizga nisbatan haqorat ekanini va bu hech qachon sodir bo'lmaydi, dedi Xomanay. Uning qayd etishicha, Oq uy rahbarining bayonoti Washingtonning Tehronga nisbatan haqiqiy niyatlari haqidagi haqiqatni ochib berdi. Amerikaliklar har doim turli bahonalar o'ylab topishadi, biroq mohiyat doim bir xil. Bu Eronning taslim bo'lishi. Oliy rahnamo AQShning avvalgi prezidentlari bunday g'oyalarni baland ovozda aytmaganlar, chunki bu qabul qilib bo'lmaydigan narsa ekanligini ta'kidladi. Xomanayning ta'kidlashicha, Eron yadroviy inshootlari AQSh zarbalaridan keyin ham o'z holicha qolgan. Ya'ni AQSh ko'p narsaga erisha olmadi va Eronga qarshi kelajakdagi har qanday tajovuz Washington va uning ittifoqchilari uchun qimmatga tushadi. Oldinroq u agar Isroil sulhni buzsa, Eronning AQShga javobi tayyorligini ma'lum qilgan edi. Biz dunyo davlatlariga faqatgina tinchlik tilab qolamiz. Bizni kuzatishda davom eting.